o'smirlar orasida eng keng tarqalgani va e'tibor qozongani olmadi. Yer yuzida yer yuzida inson nasli paydo bo'lishiga sababchi bo'lgan ekan. Manbalarda aytilishicha, olmaning asl vatani Markaziy Osiyo. Dunyoda 7000 ga yaqin turi mavjud. Voy, ucholmayapman. Yordam bering, yordam. Nima bo'ldi? Nima qilyapti bu? Rahmat, sizga kichkina tabib. Rahmat. Yomon bola, yomon bola. Yomon bola, yomon bola. Nima bo'ldi senga? Qanotim og'riyapti. Qanotim. Dorivor o'simliklar yo'q, hasharotlar haqida yo'q, nafas yo'llari bunisi emas. Ha, topdim. Suyak singanda nimalarga e'tibor berish kerak? Juda ham qattiq og'riyaptimi? Yo'q. Mana buni yeb olsang, og'riq o'tib ketadi. Yo'q. Xafa bo'lma, o'rtoq. Kichkina tabib seni albatta tuzatadi. Yaxshi. Hozir notli ustoz kelsinlar-chi, bir yo'lini topamiz. Uchaqol, bo'laqol. Sen uddalaysan. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Nima to'polon bolajonlar? To'rag'ayni qanoti sinib qopti. Attang. Qani, bir ko'raylik-chi. Xo'sh. Bu cho'plarni siz bog'ladingizmi? Ha, men bog'ladim, ammo qanday tuzatishni bilmayapman. Ha, tushunarli. Tabobatga qiziqasizmi, o'g'lim? Ha, bemorlarga yordam berishni juda ham istayman. Mobada at-tabiya birinchi muallim Aristotelning asari. Buni tugatdingizmi? Yo'q, tushunolmaganimdan keyin o'qiganimdan nima naf? Tushunmaganingizni tushunmadim deb ayta olish ham faylasuflikning belgilaridandir. Mana bu kitob Abu Nosir Farobiyning Fasusi al-Hakim kitobi. Bu yerda Mobada at-tabiya asari sharhlab tushuntirib berilgan. Shu kitob orqali Aristotelning hikmatlariga yetib borishingiz mumkin. Minnatdormen, ustoz. Agar hakimlikni o'rganish ishtiyoqingiz bo'lsa, tabib Abu Nosir Qamariyning yoniga borishingiz kerak. Men bilgan hakimlarning eng ulug'i u kishidir. Albatta boramen. Bu kitob sizga. Xayr, Husayn, menga endi ruxsat.
Marhamlarni ko'pligini qara. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Ustoz, mana shu qushcha kechadan buyon ko'p azob yedi. Xo'sh. Bu cho'plarni kim bog'ladi? Men, ustoz. Yaxshi. Bu birinchi yordam. Qoni ham hali qizg'in. Davolasa bo'ladi. Barakalla. Doim bemorning holatini birinchi o'ringa qo'yish kerak. O'g'lim, tokchadagi dori-darmonlarni ko'zdan kechirib chiqing. Ungacha men bunga malham surtib Biz qo'yaman. ham yordam beramiz. Shifobaxsh giyohlar, zanjabil, na'matak. Savodingiz chiqqanmi o'g'lim? Ismingiz nima edi? Ismim Husayn, savodim chiqqan. Qur'onni yod bilamen, ustoz. Juda soz. Qani unda bu yoqqa kelingchi. Marhamat. Mana o'g'lim, qushchangiz parvozga shay. Rahmat, ustoz. Avvalo davo Allohdan. Endi bolalik bilan xayrlashib, kasb-hunar o'rganmoq lozim. Kuchli tabib bo'lishni istasangiz, Jolinus asarlarini qunt bilan o'rganmoqingiz kerak. Ha, istaymen, ustoz. Unda mana bu kitob mendan sizga sovg'a. Rahmat, ustoz. Men albatta bu mo'jizaviy kasbni egallaymen. Dunyoda men davosini topmagan dard qolmaydi. Oradan yillar o'tib, bu bola mashhur tabib Abu Ali ibn Sino bo'lib butun dunyoga tanildi. U ustoziga va'da berganidek, davosini topmagan dard qolmadi. Tibbiyotga oid mashhur tib qonunlari nazariy klinik tibbiyot ensiklopediyasini yaratdi. Bag'doddagi din ishqibozlari Ibn Sinoning falsafiy kitoblarini yoqib yuborishdi. Oradan bir necha asr o'tgach, Yevropada katta dastgoh ixtiro qilingach, tib qonunlari kitobining 5 ta tomi nashrdan chiqarilgan. Bu Injildan keyingi nashrdan chiqqan ikkinchi kitob bo'lib tarixda qoldi.